Bu videoda yaqinga mebel yasatmoqchi bo'lganlar ko'rsin. 3 xil materialdan test qilib ko'rsatamiz. Material laminat, ichini ko'rib turibsizlar. Mana bu MDF, ichi lekin axlat laminat. Sizlarga birinchi ochib qotirib ko'rsatamiz. Qaysi qanday bo'lishini. Ko'rdinglarmi? Mana ko'ringlar. Bu materiallarimiz hammasini o'zi ishlatiladigan joyi bor. Shunga qarab ishlatamiz. Endi ikkinchi crash testimizda suvga tiqib qo'yib ko'rsatamiz sizlarga. Buni bir soatdan keyin olib ko'ramiz ham. Bir soat o'tdi oradan. Hozir qarang sizlar. Mana bu laminat. Shishgan. Mana miqdorda shishgan. Bu yerdan ko'rib turib. Bu MDF. O'zgarish yo'q deyarli. Bu akril. Akril o'zi laminat bilan MDFdan 1-2 mm qalin bo'ladi. Akrilda ham o'zgarish yo'q. Ko'rdinglar? Bu ham oddiy laminat emas, rossiyskiy laminat. Shunga qaramasdan baribir shishgan. Xulosa o'zlaridan.